Hozir turyapman. Nima? Salom jiteli. Salom, siz detektivsiz a? Ha, menga yordamingiz kerak edi. Yuring. Bizni mer aytdiki sizga murojaat qilsa bo'lar ekan. Ha, bo'ladi, nima bo'lyapti? Xullas, men narsalarimni kimdir o'g'irlab ketyapti. Kimdir? Ha, hech narsam qolmayapti. Bloklarim. Chin ursin, yomon bo'libdi jiteli. Ha-da, nima qilsak bo'ladi? Hozir men merning yoniga o'tib kelay. Mening ishlarim bor, keyin ko'ramiz, xo'pmi? Bo'pti, men sizni kutaman. Kiyimni almashtirib olay. Shahardan hozirgina keldim o'zi. Mayli, bemalol ishlaringni qil, men ham kelaman yarim soatlarda. Ha, kutaman sizni. Ovqatam qolmabdi-yu. Tak, bo'ldi. Ha, albatta qishloqda hammaga salom do'stlar. Mening ismim Jensbek va yangi videoga xush kelibsizlar. Bilasizlarmi, bizning qishloqda crazy jitel bor va men bu yerga aynan o'shani tutish uchun kelganman. U juda ham katta jinoyatchi va nimagadir u meni qidirib kelmayapti. Shuning uchun ham qurollarni ham darrov olib qo'ydim. Agar qo'rqayotgan bo'lsa, ko'rgan bo'lsa, o'zi kelsin. Quruq qo'l bilan bo'lsa ham deb, lekin nimagadir kelmayapti, bilmadim. Uni hattoki ko'rganim ham yo'q shuncha vaqtdan beri. Ha, mayli, hech qisi yo'q. O'zi qo'limga tushadi hali. Tak, mana bularni hozir terib qo'yib qo'yishimiz kerak. Men o'zi bu yerda umuman fermerchilik bilan shug'ullanmoqchi emas edim, lekin bu qishloq qoidasi ekan va mana shu yerda yashab yurganimni ko'rsa, balki aynan o'sha crazy jitel ham mayli, bu ham oddiy odam ekan deb hujum qilib qolar deb yuribman. Lekin u umuman kelgani yo'q shuncha kundan beri. Jahlimni chiqarib, mayli, davay, bu bizga kerak emas. Ketik, boramizda merning yoniga ko'ramiz nimalar bo'lyapti ekan. Tak, yaxshi. Qiziq. Mer nima qilyapti ekan o'zi? Janob mer, hozir chiqyapman. Kartoshka olib keldingmi? Ha, olib keldim. Yaxshi. Crazy ishlar nima bo'lyapti? Xullas, u hali ham kelmadi. Chin ursin, tutish kerak uni. To'g'ri tutmasak shu bo'lmaydi. Ha, qishloqda oxirgi vaqtda yana qancha odam yo'qoldi? 3 ta. Ha, chin ursin, mayli, mana oling. Qishloqliklarga yordam beryapsanmi? Ha, yaxshi-da. Bo'pti, men ketdim unda. Yangilik bo'lsa o'taman yoningizga. Ha, davay. Bo'pti. Omad janob mer, yana sizning ham yoningizga kelmasin. Tak, bo'ldi. Endi boramizda jitelga yordam beramiz. Faqatgina mana shu pullarni olib qo'yishim kerak. Tak, yaxshi, buni yopamiz va bo'ldi. Bu menga hozir kerak bo'lmaydi, lekin bilasizlarmi, jitellar bilan umuman ishlagim kelmayapti, chunki ular menga oddiy narsalarni aytishadi. Hozir mana bu o'g'irlikni topamiz. Xullas, jitel tayyormisan? Ha, tayyorman, keyin bo'ldim. Yaxshi. O'zi shaharga nimaga borgan eding? Men ovqat olib kelishga. Olib keldingmi? Ha, axir boya aytgandek ovqat yo'q deb shu-da. Hop, mayli. Hozir boramizda kamera o'rnatamiz. Tak, qanday edi? Mana bu instrumentlar kerak bo'ladi, lekin undan avval albatta tekshirib ko'rish kerak. Agar uyda biror nima yo'qolayotgan bo'lsa, do'stlar, bilingki, o'yin tagida kimdir bo'lishi mumkin va hozir biz aynan shunday qilamiz va o'yinning tagini, tepasini ochib ko'ramiz. Balki u yerda kimdir toparmiz. Qayerdan boshlasam ekan? Pastdan yoki tepadan? Nimani? Kovlashni. Nima uchun? Chunki jitel bo'lib qo'y. Agarda o'yindan o'zidan o'z nimalardir yo'qolishni boshlasa, demak, aniq u yerda kimdir bo'lishi kerak. Lekin mayli, aniq u yerda kimdir bo'ladi. Kimdir olayotgan bo'ldi va o'sha olayotgan odam uyingni tagida yoki tomingda yashayotgan bo'lishi mumkin. Ha, bizning qishloqda bunaqangi holatlar ko'p bo'ladi. Oppa, nimadir topganga o'xshayman. Nima? Bulujniklar. Uyning fundamenti bo'lsa kerak. Yo'q, hozir tushunursin. Endi nima qidirsam ekan? O'rtoq detektiv, bu yerda hech nima bo'lmasa kerak. Hozir bir tekshiraylikchi yana. Ha, o'zingiz bilasiz-da. Rostdan hech narsa yo'q ekan-ku. Voy, jinursin. Ozgina bo'lsa ham. Tak, mana bu yerdan ko'rish joyi, mayli, bo'ldi. Yutqazdim, buni tan olish kerak. Pastda hech narsa yo'q ekan, demak, nima qilamiz? To'g'ri, tomga chiqamiz. Tomda aniq nimadir bo'lishi kerak. Ha, mayli, bir ko'ringchi. Tak, mana bu yerlarni ochamiz va yopib tashlaymiz. Yana uyga ziyon zarar yetmasin, bloklar yo'qligi uchun cho'kib ketib. Birorta ham qolib ketmadimi? Bilmadim, qolmagan shekilli. Ha, mayli. Tak, hozir mana bu yerdan o'tamiz va bo'ldi, jinurson. Xullas, pastda hech kim yo'q ekan. Bitta blok ortib qoldi. Hech qisi yo'q, bitta ekan. Ha, tak, bo'ldi. Mana bu yerni yopdim. Endi esa tepani ko'ramiz. Bloklar yo'q? Yo'q. Ha, mayli, hozir o'zimnikini olib kelaman. Yestami? Bor edi doska, o'shalar bilan tepaga chiqishimiz mumkin bo'ladi va keyin ko'ramiz qani nima bor ekan u yerda. Xo'sh, umid qilamanki o'sha yerda o'tiribdi kim bo'lsa ham. Sen nima deysan, jitel? Ha, men ham shunga umid qilaman. Tezroq topsak yaxshi bo'lardi. Tak, va tushunursin. Hech narsa ko'rmayapti-ku. Yo'q, qani? Jin ursin. Bu yerda ham hech kim yo'q. Voy, endi nima qilamiz? Hozir o'ylab ko'ramiz. Uzr, mikrovolnovkani buzib qo'ydim. Hech qisi yo'q. Tak, bo'ldi, endi boshqa nima ham qilardik? Shunchaki olib boramizda bu yerga. Xo'sh,
kamera qo'yamiz. Kamera, lekin men xohlamayman. Iloji yo'q jitellik. Faqatgina kamera bilan ko'rishimiz mumkin bo'ladi va bugun yana shaharga ketishingga to'g'ri keladi. Nima uchun? Yana o'g'ri kelishi uchun. Sen oxiri shaharda eding-a bugun. Ha, mana o'sha vaqtda o'g'irlashgan. Demak, do'stlar, kamera qo'yish rejam to'g'ri. Hozir boramizda sotib olamiz. Yaxshiyamki bu yerdagi narsalarni bilaman. Nima qayerda? Salom jitel. Salom. Menga kamera kerak edi. O'tgan safarga degan. Ha, mayli. Faqatgina oz qoldi-da, 4 tagina qoldi. O'tgan safar olib ketganingizni qaytarmadingiz, chunki men bu yerda detektivman. Menga mer ruxsat bergan. Ha, pulni to'lab qo'yapti o'zi, lekin baribir noqulayda. Boshqalar ham olaman deydi, ularga yetmaydi. Iloji yo'q. Xo'sh, bo'ldi do'stlar, qani ketdik. Hozir boramizda mana bu kameralarni chiroyli qilib o'rnatamiz. Bittasini bu yoqqa qo'yamiz. Uladik, yaxshi, hammasi ko'rinyapti. Ajoyibiga qaratib qo'ysak bo'ladi. Endi esa bunisini mana bu yerga qo'yamiz, qo'shnining uyiga, va qolganlarini yaxshi ko'rinyapti. Qo'yil mana bu. Ajoyib bo'ldi do'stlar. Endi esa kelinglar, aylanib o'tsammikin. Mana bu yerga qo'ysak, yo'q, ko'rinmaydi-da. Yo'q ko'rinar ekan, uyning burchak tarafida turdi. Endi mana bu yon derazalar, ham orqa tarafdagilari ko'rinadi. Qo'yil. Endi esa unisini qaysi ichkaridan qo'ysak bo'ladi, oxirgi 4-chisini, va ichkari ham ko'rinadi. Tashqaridan ham kamera bor, ichkaridan ham. Qo'yib oldingizmi? Ha, qo'yib bo'ldi. Mana bu oxirgisi yaxshi. Bo'ldi, jitel kameralar bor. Endi bugun shaharga ketsang yaxshi bo'ladi. Keladi-ya, o'g'ri, kelsa kerak-da. Men senga o'zim qo'ng'iroq qilaman. Ungacha shaharda o'tiraver, xo'pmi? Bo'ldi, sizni tushundim. Yaxshi, unda ketdik. Qayoqqa? Sen shaharga, men o'zimning uyimga. Bo'pti. Davay. Omad senga jitel. Sizga ham rahmat yordam berayotganingiz uchun. Hech qisi yo'q. Ajoyib. Endi esa shunchaki do'stlar, kutish qoldi. Xolos. Shunchaki kutamiz va biz aniq o'sha o'g'rini tutamiz. Chunki bu qishloqda men bor ekanman. O'g'rilarga endi bu yerda o'rin yo'q. Chunki men bu yerda hamma o'g'rilarni va jinoyatchilarni. Jenisbek, shu yerdamisiz? Nima? Salom, siz Jinsbekmi? Ha, menga yordamingiz kerak. Yuring, nima bo'lyapti? Yuring, ko'rsataman. Mayli. Detektiv xizmat kerak-a? Ha, okey, qani ko'rsatingchi. Meni mashinam shu yerda turgandi, uyimning yonida kecha. Lekin qarasam hozir yo'q bo'lib qolgan. Bu meni pulim. Ushlang. Siz ana o'sha yerda ko'zingizda yashaysiz, ha? Ha, o'sha yerdan chaqirdingiz-ku. Men hammani chaqirib so'rab chiqdim, mashinamni hech kim ko'rmagan, hatto qo'shnilar ham. Shunga mer aytdi, sizga murojaat qilishim mumkin ekan. Ha, albatta, hammaga yordam beryapman. Yaxshi mashinamni topa olasizmi? Bilmasam, endi qo'shnilardan so'ragan bo'lsangiz, hech kim ko'rmagan bo'lsa qiyin bo'ladi bu. Hech qisi yo'q, men sizga pulni to'layman. Istaysizmi? Pulmi? Ha, yo'q, men pulga ishlamayman. Nimaga? Mana men shunchaki qishloqliklarga yordam berayotgan edim. Ha, yo'q, okey. Bo'pti, davay. Ha, mayli, pulni berdi. Okey, demak, topamiz. Lekin undan avval birinchi jitelni uyiga tushgan o'g'rini ushlashim kerak. Lekin mashinani qayerdan topishim mumkin? O'zi bu yerda mashinalar qayerda edi? Parkovkani eslayman. Qishloqning u burchagida bo'lsa kerak. Xo'sh, yana merdan aniqlashtirib olish kerak. Nimaga o'yinchilarni jo'natyapti ekan, janob mer? Biz faqatgina jitellar deb kelishgandik. Yo'q shekilli. Mayli, chunki o'yinchilarga yordam berish bu umuman menga yoqmaydigan narsa. Juda ham mujg'u bo'lishadi. Tak, parkovkada birorta ham mashina yo'q. Nima uchun meni mashinam turibdi hali ham? O'tgan safardan beri g'alati. Nima qilsam ekan endi? Tak, bo'pti, hozir olaman-da, o'zimning mashinamni ham olib qo'yaman. Oppani, yerda yana mashina turibdi. Bu kimning mashinasi ekan? Tak, hozir ko'ramiz. Mercedes. Okey, gelikni qanaqadir boy varianti ekan. Ha, juda ham boy varianti. Kimniki bo'lishi mumkin bu mashina? Mernikidir balki, chunki mer o'zi boy yoki. Tak, nomerim yo'q bo'lib qolibdimi yoki nomersiz haydab kelganmidim? Esimda ham qolmadi. Jinursin, hamayli hozir olib boraman-da, mashinamni olib qo'yaman. O'zimni uyimning yonida tinchgina turgani ma'qul. Menga umuman yoqmayapti. Tak, davay ketdik. Tak, hozir burilib olishimiz kerak mana bu yerdan. Bo'la qolsangchi taksi ekan. Xo'sh, jitel hali ham kezmabdimi? Uyning yoniga qo'yib qo'yaman degandim. Mayli, hozir birordan o'ylab toppaman. Shu yerga qo'yamiz, tak, oldinroqqa va bo'ldi. Xo'sh, bu sizning mashinami? Ha, meniki. Xolos, jitel quloq sol, men mashinamni shu yerga qo'yib turaman, agarda o'g'ri keladigan bo'lsa qiziqib kelish uchun-da. Ha, albatta, shu yerda turib tursin, maylimi? Mayli. O'yinga ham qiziqib keladi-ku, o'shanda tutib olamiz. Bo'pti. Mayli. Unda men ketdim. Sen hali ham bormabsan shaharga. Narsalarimni olay. Narsalarni oladi nima? Axir hamma narsa o'g'irlab ketilgan deganda. Ha, mayli. Bo'ldi. Endi esa shunchaki kutish qoldi. Xolos. Va biz nima bo'ldi? Nima signal keldi? Tak, qani ko'raylikchi. Mana u. Bu kim bo'ldi yana? Nima uchun nima qilyapti? Tak. Nima? Pochta qutisiga siyaptimi?
Tushunmadim. Tak, stop, yo'q, nimadir oldi. Hozirgina qo'lim ko'rdim qo'lida. Endi suyning uchiga qarayapti. Nima shuncha vaqtdan beri o'yinchi o'g'irlayotganmidi bu narsalarni? Lekin bu juda ham g'alati. Nima qildi o'yinchi oddiy qishloqlikni narsasini olib, kirib ketdi. Tushunursin. Oppa, bo'ldi, qo'lga tushdi. Kalti bor ekan demak. Mayli, hozir boramizda hammasini aniqlashtirib olamiz do'stlar. Lekin undan avval men hozir глушитель qo'yib olishim kerak. Hech kim eshitmasligi uchun, bu kichkinagina sir bo'lib qolishi uchun. Hozir biz jazosini beramiz bu o'yinchini. Tak. Nima? Bo'ldi, shart emas otish. Otmoqchi emasman. Yo'q, axir biz o'yinchilar esa bir-biriga yordam berish kerak. Yo'q, nima uchun bu yerga o'g'irlikka tushding? Bu jetel juda ham loq. Hamma narsasini ochiq qoldiradi. Pulni olmoqchi edim. Ketsam bo'ladimi? Albatta ketishing mumkin. Aniqmi, sen kimsan o'zi? Meni kimligim bilan ishing bo'lmasin. Shunchaki bu yerdan ket. Bo'pti, rahmat. Rahmat. Qo'yib. Endi yaxshi. Nima uchun? Mana bo'ldi, -1 jinoyatchi va hech kim ko'rmadi. Bu dabba yana meni psix deydi.